9-12 asrlarda mamlakatimiz hududida ro'y bergan madaniy uyg'onish. Buyuk allomalarning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi. Markaziy Osiyoda ilk uyg'onish davri 9-12 asrlarga to'g'ri keladi va o'zgacha shart-sharoitlarda kechdi. 9-12 asrlarda Movarounnahr va Xurosonda sodir bo'lgan siyosiy vaziyatning rivoji, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar mamlakat madaniy hayotiga ham kuchli ta'sir etdi. Movarounnahr istilo qilinib, xalifalikka qo'shib olingach, zabt etilgan o'zga mamlakatlar qatorida bu o'lkada ham faqat islom dinigina emas, balki arab tili va uning imlosi ham joriy etildi. Somoniylar, Qoraxoniylar, Saljuqiylar va Xorazmshohlar sulolasi hukmronlik qilgan 9-12 asrlarda Movarounnahr aholisi o'rtasida nisbatan tinchlik, osoyishtalik, totuvlik, yaqinlik va hamjihatlik vujudga keldi. Natijada o'lkada moddiy ishlab chiqarish, madaniy rivojlanish jarayoni ancha tezlashdi. Shaharlar hayoti yuksaldi, san'at rivojlandi. 11-asr boshlarida Xorazmda vujudga kelib keng faoliyat ko'rsatgan mashhur Ma'mun akademiyasi ilm va fan ravnaqiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Mansur ibn Inoq singari ilm peshvozlari ham dastlab shu fan maskanlarida ulg'ayib, kamolot bosqichiga ko'tarilganlar. 9-12 asrlarda mintaqada ko'p bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan. Yangi madrasalar, saroylar, masjidlar, maqbaralar va boshqa noyob me'morchilik inshootlari barpo etilgan. O'lkada ko'plab karvonsaroylar, sardobalar qurilgan. Buxoro, Samarqand, Xiva, Termiz, Marv, Shosh, Xo'jand, O'sh, Andijon kabi shaharlarda turli ilm maskanlari bo'lgan. Ko'plab madrasalar, ishlab turgan kutubxonalar, kitob rastalari va bozorlari gavjum bo'lgan. 9-12 asrlardagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy vaziyat mintaqamizda ilm-fan, umuman madaniyatning keng ko'lamda rivojlanishini taqozo qilar edi. Bunday sharoitda yuzlab allomalarda davr talabiga javob berib, barakali ijod qildilar va ilmning turli sohalarida ko'plab yangiliklar yaratdilar. Bunday ilmiy, madaniy va ma'naviy yuksalish o'rta asrlar uchun kutilmagan, shu bilan birga dunyo hayratda qoldirgan hol bo'ldi. Shu boisdan ham bunday ma'rifatni siljish, uyg'onish, ilk renessans deb tarixga kiritishdi. Buyuk matematik, astronom va geograf olim Muhammad Muso al-Xorazmiy nomi fan tarixida alohida o'rin tutadi. Olim o'zining Al-Jabr va Muobala, Hind matematikasi haqida kitob, astronomik jadvallar singari asarlari bilan algebra faniga asos soldi. Uning arifmetika risolasi Hind raqamlariga asoslangan bo'lib, hozirgi paytda biz foydalanayotgan o'nlik hisoblash sistemasining Yevropaga tarqalishiga sabab bo'ldi. Allomaning Al-Xorazmiy nomi algoritm shaklida fanga muhrlanib qoldi. Olim geografiyaga oid kitob Surat al-Ars kitobi, astronomiyaga oid Zich tarixga oid kitob At-Tarix asarlari, Al-Xorazmiyning arab ilmiy dunyosining yirik markazi Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida ishlagan davrlari uning iste'dodining eng barq urgan davrlari bo'ldi. U shu akademiyaning rahbari sifatida ilm ahliga ibrat ko'rsatdi. Al-Farg'oniy Yer shari xaritasini tuzgan. Olim yilning yozda eng uzun kunini 22-iyun, qishda eng qisqa kunini 23-dekabr, tunu kunning tengligi 21-mart va 23-sentyabrga to'g'ri kelishini aniqlagan. Nil daryosi suvi sathini belgilovchi asbobni yaratish kabi kashfiyotlar jahonga mashhur. 861-yilda Fustat qadimgi Qohira shahri yaqinida Rudah miqyosini qayta tiklash va uning o'lchov uskunasini aniq matematik hisoblar asosida yangidan belgilab takomillashtirishda 9-asrning buyuk allomasi vatandoshimiz Ahmad al-Farg'oniyning hissasi beqiyosdir. Abu Mansur al-Moturudiy
Hadis va fiqh olamining ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma Abu Mansur al-Moturidiy taxminan 870-yilda Samarqand yaqinidagi Moturud qishlog'ida tug'ildi. Al-Moturidiy islomiy odob qoidalari, shariat qonunlari, ma'naviy axloqiy kamolot sirlaridan ta'lim berishga mo'ljallangan qator asarlar yozgan bo'lsa-da, uning eng muhim kitob At-Tavhid, Allohning birligi va Tavilot Ahl as-Sunna nomli asarlarigina saqlanib qolgan. Moturidiy asos solgan ta'limot kishilarni yaxshilikka, rostgo'ylikka, sabr-u qanoatga, sharm hayoga, oliy himmatlikka chorlaydi. Al-Moturidiy 944-yilda Samarqandda vafot etgan va shahar yaqinidagi Chokardiza qabristoniga dafn etilgan. Abu Nasr Farobiy 873-yilda Aris suvining Sirdaryoga quyilishida joylashgan Forob shahrida tug'ilgan. U avval ona shahrida, so'ngra Samarqand, Buxoro va Bag'dodda bilim olgan. Farobiy riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, mantiq, tilshunoslik, tarbiyashunoslik va adabiyot sohalarida ijod etgan. U 160 dan ortiq asar yozib, o'rta asr fan va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan. Bular orasida Arastuning metafizika asariga sharh, musiqa kitobi, baxt saodatga erishuv haqida, tirik mavjudot a'zolari haqida, shaharlar ustiga siyosat yurgizish va boshqa ko'pgina asarlari bo'lgan. Farobiy bilimli, ma'rifatli, fikr mulohazalarining kengligi va mantig'ining teranligi tufayli Sharqda Arastudan keyingi yirik mutafakkir Muallimus Soni, ya'ni ikkinchi muallim nomi bilan shuhrat topdi. Farobiy ilk o'rta asr sharoitida aql va ilm g'alabasi, ma'naviy ozodlik, inson takomili va adolatli jamiyat uchun kurashgan buyuk siymoyimiz edi. Farobiy umrining oxirlarida Halab va Damashq shaharlarida yashagan, 950-yilda vafot etgan. Abu Ali ibn Sino ilk Renessans davrining ulug' mutafakkirlaridan yana biri Abu Ali ibn Sino edi. U 980-yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida mahalliy amaldor oilasida dunyoga keldi. 5-10 yoshlarda maktabda ta'lim oladi. Maktabni bitirgach, ustozi Abu Abdullohdan mantiq, falsafa, riyoziyot va fiqh ilmlarini o'rganadi. 16 yoshidan boshlab turli fanlar bo'yicha Sharq va G'arb olimlarining ilmiy asarlarini mustaqil o'rganadi. Ayniqsa u tabobat ilmining qadimgi allomalari Gippokrat va Gopin hamda o'rta asr sharqining buyuk hakimi va mutafakkiri Abu Bakr ar-Roziyning asarlarini puxta o'rganadi. Ibn Sino 17 yoshdayoq e'tiborli hakim va olim bo'lib yetishadi. U Amir Nuh ibn Mansurni davolab tuzatgach, Somoniylarning saroy kutubxonasidan foydalanishga ruxsat oladi. Kutubxonada u 1 yil davomida turli sohalardagi ilmiy asarlarni mutolaa qilib, bilimlarini chuqurlashtiradi. 9-asrning oxiri va 10-asr boshlarida Mavarounnahr va Xurosonda yuzaga kelgan og'ir sharoitda Ibn Sino o'z ona shahri Buxoroni tark etib, avval Urganchda Xorazmshoh Ma'mun saroyidagi olimlar qatoridan joy oladi. So'ngra Mahmud G'aznaviyning tazyiqi tufayli Xorazmdan ham chiqib ketadi. U umrining oxirigacha Obivard, Go'rgon, Ray, Qazin, Isfahon va Hamadon shaharlarida hukmdorlar qo'l ostida tabiblik va vazirlik qiladi. Ibn Sino arab va fors tillarida fanning turli sohalari bo'yicha 300 dan ortiq asarlar yozdi. Nazm va nasrda qalam yuritdi. Uning tibbiyotga oid asarlarida kasalliklarning kelib chiqish sabablari va manbalari, diagnostika, muolaja usullari, dorivor o'simliklar va dori-darmon xususiyatlari, parhez, inson salomatligi uchun jismoniy tarbiyaning ahamiyati kabi tabobatning ko'pgina g'oyat muhim masalalarga alohida e'tibor berilgan. Uning Al-Qonun fit-Tib asari 12-asrdayoq lotinchaga tarjima qilinib, to 17-asrgacha Yevropa tabobatida asosiy qo'llanma sifatida foydalanilgan. O'rta asrning buyuk allomasi Sharqda Shayx ur-Rais, G'arbda esa Avicenna nomlari bilan shuhrat topdi. Ibn Sino 1037-yilda Hamadonda vafot etgan. Beruniy
O'sha zamonda Urganchda yashab ijod qilgan ulug' mutafakkirlardan biri Abu Rayhon Beruniy. U Xorazmda tug'ilib, dastlab Urganchda ta'lim olgan. Uzoq yillar Gurganda yashagan. So'ngra Xorazm Shoh Ma'mun saroyida ijod qilgan. 1017-yilda Mahmud G'aznaviyning talabi bilan G'azna shahriga borib, umrining oxirigacha shu yerda ijod qilgan. U falakiyot, geografiya, matematika va tarix fanlari bo'yicha 154 ilmiy asar yozdi. Beruniyning o'tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar, Hindiston, mineralogiya, geodeziya kabi yirik asarlari shular jumlasidandir. U o'zining falakiyotga oid asarlarida yerning quyosh atrofida aylanishi haqidagi fikrni o'rta asrlarda birinchi bo'lib ilgari surdi. Yerning dumaloq shaklida ekanligini asoslab berdi. U dunyoning geografik xaritasini tuzdi. Beruniyning ilmiy va falsafiy katta merosi shubhasiz jahon fani va madaniyati xazinasiga qo'shilgan katta hissa bo'ldi. Beruniy 1048-yilda G'aznada vafot etgan. Mahmud Zamaxshariy. Abdulqosim Mahmud az-Zamaxshariy bu davrda Xorazm diyorida yetishib chiqqan buyuk allomalardan biri edi. U 1074-yilda Xorazmning Zamaxshar kasabasida dunyoga kelgan. Dastlab ma'lumotni u otasidan oladi, so'ngra madrasada tahsil oladi. Ilmga bo'lgan qiziqishi uni Buxoro, Marv, Nishopur, Isfahon, Bag'dod, Hijoz va Makkada hayot kechirib, arab tili, grammatikasi va lug'ati, maqollari, urf-odatlarini chuqur o'rganishiga sabab bo'ldi. Mahmud az-Zamaxshariy turli soha ilmlariga oid asarlar yozib qoldirgan. Bunga misol qilib Al-Mufassal, Muqaddamat ul Adab, tog'lar, joylar va suvlar haqidagi kitob, notiqlik asoslari, Aruzda o'lchov, Al-Kashshof kabi asarlarni aytishimiz mumkin. U 1144-yilda 70 yoshida Xorazmda vafot etgan. Abu Abdulloh al-Xorazmiy, 10-asr allomasi. Qomusiy olim Abu Abdulloh al-Xorazmiy hayoti haqida bizgacha oz ma'lumot yetib kelgan. Uning tug'ilgan va vafot etgan yillari ham ma'lum emas. Abu Abdulloh al-Xorazmiy o'zining Ilmlar kalitlari nomli asarida o'sha paytda ma'lum bo'lgan 50 ga yaqin ilmlar tasnifini, ya'ni klassifikatsiyasini beradi va ularni sharhlaydi. Kitobda o'sha davrda mavjud bo'lgan huquq, falsafa, mantiq, aruz, matematika, geometriya, kimyo kabi turli fanlarga qomusiy ma'lumotlar berilib, ularning asoslari bayon etilgan. Ushbu asr o'rta asrlarda O'rta Osiyoda aniq fanlarning rivojida muhim ahamiyat kasb etgan. Birinchi Renessans allomalari ichida tabobat va dorishunoslik borasida dunyoga dong'i ketgan Ibn Sino al-Qumri, Abu Mansur Qamari, Sharofuddin al-Iloqiy, Ismoil Jo'rjoniy kabi olimlar unumli mehnat qilganlar. Kimyo fani ravnaqiga Abu Bakr ar-Rozi, Abul Hakim al-Qosim, geometriya va trigonometriya rivojiga Mahmud Chag'miniy, Shamsuddin al-Oul Buxoriy, falsafaga Ibn Miskavayh kabi donishmandlarning hissalari katta bo'lgan.